Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Curuzu, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2023 yıl. 9. ayının 11. günü haftaga düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyetden ise qazir pulga qaraydigan yilla. Mavzuğu şunda qoyuptu. Men diyeceğim profesör Taybellik sözleptu. Amerika Qo'shma Shtatlari nomidagi yoki belgilik harbiy parxod Jungoning Sariq dengiziga bosib kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu rayonning tinchligini qo'g'damoqchi bo'ldi. Mana shu vaziyat vatandosh. Endi tushungan sizlarga biz bishorat bergan edik. Masalan, ikki mavzu to'g'risida bugün şu mavzular doğrusu sizlerge leksiya topshiramiz vatandaşlarım. Bu leksiyanın birincisi mundaq. Amerika, Hindistan, Saudi Arabistan ve Avrupa İttifaqı 20 devlet guruhi yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida temir yo'l ve deniz porti kelishimi imzoladi. Mavzulu xabar 9. ayının 10. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq başlandı. Bütün yer shar rahbarlari shanba günü 20 devlet guruhi Yangi Dehli, yani 10. günü Yangi Dehli, 9. günü Yangi Dehli yuqori darajaliklar yig'ini mezgilida O'rta Sharqni Janubiy Osiyoni tutashtiradigan temir yol ve deniz porti kelishimi imzoladı. Bu kelishim Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 20 devlet guruhi yig'inida Amerika taraqqiy qilgan davlat o'rnida, ya'ni o'rniga o'tkadak mablag' salg'uvchilarni izlab Jungoning bir yo'l bir belbog' tashabbusiga qarshi turadigan halqiliq bir paytga to'g'ri keldi. Prezident Joe Biden bundaq ko'rsatdi. Bu haqiqatan bir zo'r ish. Ikki cho'ng quruqliqning portlarini tutashtirdi. Masalan, O'rta Sharq va Yevropa quruqligining portlarini tutashtirdi. Bu ikki quruqliqni texmi ko'p muqimlikqa va texmi ko'p gullanishga elib keldi va birlikka kelgan O'rta Sharqni elib keldi. 20 devlet guruhi yig'inining sohibxoni Hindiston ve Vaziri Modi bundaq ko'rsatdi. Biz bugün bundaq bir zo'r hamkorlashgan tashabbusni qo'zg'atgan kunimizda biz bundan keyin avlodlarimizga texmi ko'p g'oyaviy turmushni taqdim qila olamiz. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Bu kelishim temir yo'l orqali O'rta Sharq davlatlarini bir-biriga tutashtirdi. Dengiz naqliyot vaqtini qisqartirdi. Baho va yiqilg'i orqali Paris qo'ltig'idan tortib Yevropagacha energiya va savdo yo'llarini ravonlashtirdi. Yevropa İttifaqı, Hindistan, Saudi Arabistan, Arab Birleşme Xalqligi, Amerika ve 20 devlet guruhidagi boshqa sheriklar Hindistan, O'rta Sharq, Yevropa iqtisodiy koridori eslatmasi imzoladi. Eslatmada bir-biriga o'xshamaydigan ikki koridor planlandi. Onun birisi Sharqiy koridor Hindiston bilan Arab qo'ltig'ini tutashtirdi. Uning yana birisi, ya'ni ikkinchisi Shimoliy koridor Arab qo'ltig'i bilan Yevropani tutashtirdi. Zo'r qurilish vatandosh, esingizda bo'lsin, Jungo Qashqar Gwadar porti degan gaplar. İkinci kelishlarni fursat bilan nima? Uning ikkinchisi Shimoliy koridor Arab qo'ltig'i bilan Yevropani tutashtirdi.
Fransiya prezidenti Macron mundaq ko'rsatdi. Bu to'g'rida. Kelishim yaratudi ham yengillik olib keladi. Kishilarni fursat bilan ta'minlaydi. Kelishim imzolash. Amerika O'rta Sharqda texnik ko'p kelishim imzolaydigan vaqtga va Saudiya Arabistonining İsrailiyani e'tirof qilishi mumkin bo'lgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Amerika davlat bexatarligi muavin maslahatchisi John Fayner mundaq ko'rsatdi. Amerika mundaq hisoblaydi. Bu kelishim butkul rayonning haroratini pastlatishga yordami bo'ladi. Biz ko'rib turayotgan to'qinishlarni hal qiladi. Shu rayon, masalan, O'rta Sharq rayoni, Yevropa, masalan, Rossiya va Ukraina rayoni degandek. Endi Osiyo, Hindiston, andan keyin shu O'rta Sharqdagi taraf-turuqlar, mush to'qinishlarning hammasini mushu kelishim bo'yicha elib berilgan qurilish, ya'ni iqtisodiy qurilish hal qiladi.